Rang qilishdan oldin ayting, nima bo'ladi, keyin raqib tekshiramiz. Ma'lumot keladi. Evet. User ma'lumoti keladi, a? Yo'q, agar Metdagi API'da xatogarchilik bo'lsa, null bo'lib ma'lumot kelmasligi ehtimoli ham bor. Xato emas deb tasavvur qiling. Xato umuman yo'q. Yo'q, null keladi. Nega? Hozir to'xtangda. Evet, response. Ma'lumot keladi. Hatto mas'ul ma'lumot keladi bunda. Qani bir rang qilib ko'ringchi. Invalid URL dedi, chunki bizda URL xato berilgan. Lekin bizda mana e'tibor bersangiz, outputda null turibdi. Buning sababi umuman API ga aloqasi yo'q. Buning sababi do'stlar, bu videoning to'liq qismini WStudio.uz YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Albatta ko'ringlar, like bosinglar va obuna bo'linglar. Bu men uchun juda ham muhim. Hammaga rahmat.